Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Kinko'zi bugungi videomizda biz survivalning ikkinchi qismini ko'ramiz. Albatta u qaysi ikkinchi qismini desanglar, men chiqaruvdim uni. Ya'ni u video yarmi yo'q, yarmi yo'q bo'lib qolgan. Biradir o'sha uchun men shuni ikkinchi qismidan davom ettiramiz. Burada unisini ham qilganman bu. Hozir maqsadimiz u tarafdan. Birinchi qismiga o'tdim. Endi boshladik. Davay. Kech bo'lyapti. Kech bo'lgan. Davay mana Minecraft ana shu payt uxlab olish kerak. Barchasi bitta. Endi daraxtni chopishni boshlab olamiz. Uni o'zimizga keraklicha daraxtga qo'ydim. Ana endi tezlikcha toshlarni olishimiz kerak. O'sha kavlab bo'lgandan keyin sizlarga aytaman. Mana do'stlar, pashtasini ham bo'lib bilalar. Bu kerak ham yo'q. Beshta shuylar lekin bir qilishdi. Albatta bularni tashlab bo'lamiz. Nima kerak emas. Kavlamiz. Şu to'xtaylardan ana shu chiziqni yo'qotib olay. Do'stlarga uni qilib bilmaygan o'sha uchun ovozim. Bir tane kuzeye girelim. Buradaki konu start edildi. Şimdi buna kadar olması gerek. Güven tabii böyle. Aşağıda kura veremiz. Böyle. Ben bu oyunu kurup öldüm. Videoda bize anlatalım. Ne zaman Spartan'la ne zaman konuşacağız? Abadi bu yerde yaşayımız. Hammaga hayır. Albatta obuna bo'lib like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men Kinko o'zi bo'ldim.